90% onalar meni aniq tushunishadi. Albatta bir amallab kichkinangizni yotqizib bolangizni endi ko'zi ketayotganda katta bolangiz eshikni g'ichirlatib ochib, "Oyi" deb kirib kelsa, rosa yoqadi-yu. Ayniqsa shuncha taqur-tuqur qilib ish qilganingizda uyg'onmagan bola birpas dam olay deb endi cho'zilganingizda uyg'onib yig'lashni boshlasa, yoqadi-yu. Bolani shovqinidan charchab ketib, qachon bemalol vannada yuvinganingizni, hojatxonaga bemalol kirganingizni eslolmay taralmagan sochingizga qarab, qizli paytim qandoq mazza edi deb o'ylab turgan paytingizda erga tegmagan singlingiz telefon qilib, "Opa, hayotdan to'yib ketdim" desa, yoqadi-yu. Vannaga kirib suvni shunday yoqqaningizda suv krandamiz tepadagi dushdan chiqib kelsa, vannaga kirgan odamning haqlariga shunaqa duo qilaman. G'azal hijolat. Kechasi tayin uyqu bo'lsa qaniydi? Unisi "Oyi, keling" deb yig'laydi. Bunisi o'rnini ho'llab qo'yadi. Kichkinasi kechasi bilan emib chiqadi. Endi hammasini tinchitib ko'zingiz uyquga ketganda budilnik jiringlab turadi-yu. Yoqadi-yu. Ertalabdan yana to'polon boshlanadi. Bittasi shapkasini topa olmaydi, bittasi choyini ichmay televizorga anqayib o'tiradi. Yana bittasi bog'chaga bormayman deb yig'lab umringizni yeydi. Shuncha shovqinni ichida adasi kelib, "Mashinamning kalitini ko'rmadingmi?" desa, yoqadi-yu. Bugun bir yaxshi xotin bo'lay deb ilhom parilaringizni chaqirib, bugun bizada xonim deb Instagramga istoriyalar qo'yib, 3 ta bola bilan tomiz ketay deb hamroqat qilgan kuningiz, bugun choyxonam bor deb erdan SMS kelib tursa, biram yoqadi-ey. Xursandligimdan bitta ko'zim pirillab qoladi-da. Yana nimalar qolib ketdi? Kommentda yozib ketinglar.